Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Barchangizga xayrli kun. Bugun siz bilan hech qanaqa tovoqlarni rasvo qilmasdan oddiygina bittagina duxovkamizni patnisini o'zida tayyorlab, o'zida pishirib oladigan olmali va tvorogli shirinligimizni tayyorlaymiz. Demak, bizga kerak bo'ladi tuxum, qaymoq bo'lsa qaymoq yoki oddiygina sariyog', o'simlik yog'i farqi yo'q, un, razli-xetil, kefir, shakar, olma va xolodilligimda anchadan beri turgan tvorog bor edi, shundan foydalanmoqchiman. Bismillahirrohmanirrohim deb 3 ta dona tuxumimizni patnisimizga solamiz. Ketidan bitta katta chashkada shakar va uni aralashtiramiz sekinlik bilan. Mana shu ko'rinishda shakarlarimizni eritib oldik. Endi bunga qaymog'imni solaman. Siz oddiy o'simlik yog'idan yoki sariyog'dan foydalansangiz bo'ladi. Menda qaymoq borligi uchun qaymoqdan foydalanib qo'yaverdim. Ketidan kefir. Mana yarim bankacha kefirim bor edi. Uni solib yuboraman. Mana kefirim. Endi buni ham bir xil massaga kelguncha aralashtirib olamiz. Obunachilarimiz, kefirimizni ham solib oldik. Endi qiladigan ishimiz oldindan elab olingan un. Menda 2 stakan un. 2 stakan unni solamanda yana bir xil massa bo'lguncha aylantirib olaman. Mana obunachilarimiz, to'g'risini aytsam birinchi marta men ham bu patnisda tayyorlab ko'rishim. O'zimga ozroq noqulay bo'lyapti buni tayyorlash. Harakat qilib uddalasa bo'lar ekan, mana o'xshab chiqyapti. Endi bunga oxirida qiladigan ishim razli-xetil. Bitta choy qoshiqda razli-xetil solaman. Demak, bu 15 grammlik ekan. Demak, yarmini solaman shuni, bitta choy qoshiqcha. Razli-xetilni solib, yana bitta aralashtirib yuboraman. Mana obunachilarimiz, mana shunday ko'rinishda tayyor bo'ldi xamirimiz. Mana e'tibor bering. Endi buni ustiga tvorog va oldindan to'g'rab olgan olmalarimizni solib olamiz. Demak, birinchi mana shunday parrak qilib kesib oldim olmalarni. Ustidan qo'yib chiqaman. Mana shu ko'rinishda qo'yib oldik. Endi o'rtasiga tvorogdan qo'yib olamiz. Tvorogni morozelkada saqlaganman, ozroq muzlagan tvorog. Mana shu ko'rinishda sepib olaman. Obunachilarimiz, tvoroglarimizni ham ustiga qo'yib oldim. Endi buni oldindan qizdirilgan 180 gradusda qizdirilgan duxovka pechida 35 minut 40 minut davomida pishirib olamiz. Mana obunachilarimiz, duxovkamiz oldindan qizdirilgan. Mana shu holatda duxovkani og'zini yopamizda toki pirogimiz ko'tarilib, yuzi qizarmaguncha ochmaymiz. Mana hurmatli obunachilarimiz, olmali va tvorogli pirogimiz juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Siz ham albatta buni uyda tayyorlab ko'ring. Kommentariyada o'z fikrlaringizni, like va podpiskalarni ayamang. Siz ham albatta buni tanishlaringizga yuborib qo'ying.